Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videoroligimizda top 10 ta hozirda eng kuchli brawlerlarni ko'rib o'tamiz. O'tgan videoroligimizda top 10 ta eng oldin skilllar videosi chiqqanda videorolikda ham o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa 10-o'rinda bizda qaysi brawlerligini mana hozir ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Bizda 10-o'rinda Angelo Brawler hozir ancha kuchaygan, o'zingizlar ham bilsanglar kerak. O'zi oldindan brawler kuchli bo'lib ketdi. Otishi sal ingichkaroq, lekin chiqib ancha o'ynasa bo'ladigan bays. Rangi boy, ko'p kartalarga juda ham foydasi tegadigan bays. Mana bunaqa hiyes zonalarga ham bemalol olib o'ynasanglar bo'ladi. Va solo showdan ko'p kartalarga mos tushadi. Otilishlari juda ham zo'r. Prosta immo bays. Prosta bu bays danlik bays. Blижний bayslardan ham zo'rlarini ko'rsatamiz, lekin bu bayslar ayrim kartalarga to'g'ri kelmaydi. Shu uchun Nani o'yta so'ldirardi. Nani ham yaxshi bays, ammo bu top 10 taligimizdan o'rin egallaydimi yo'qmi? Hozir ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Voy. Ketdik. Davay. Bo'lmasa mana ko'rasizlar otilishlari, hamma narsasi ancha cho'tki bays prosta bundoq qaraganda. Unda mana bu suvda yurishlari ham, imkoniyatlari ham juda aroyib. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir shu partiyani tugatib yoki shu partiyani yarim o'ynab, keyingi baysga yo'l olamiz. Anqarada hech kim yo'q degan ko'rasizlar. Mani kamlarga tegmayapti eng qisqa. Xo'sh. JC nima qotdi ultasin. Voy, bo'ldik. Angelo baysini top 10-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Endi esa top 9-o'ringa qaysi baysni qo'yishimni ko'ringlar. Top 9-o'rinda bizda Phoenix baysi giper ulta. O'zi avvaldan ham ancha kuchli bays, o'zingizlar bilsanglar kerak. Hozir mana Kenji turibdi, men bu yerda Kenjini o'ldirib yuboramizmi? Mana bu qaranglar, otishlari, hamma narsasi cho'tki bu baysda. Unda qochib ketsa bo'ladi. Bang, o'ldi. Ko'rasizlar, Kenjini ham olib ketdim. Bu bays juda zo'r. Mana bitta bankada qancha uran olishini ko'ramiz. 1900 dollarga mortisga otdi bizaga. Xo'sh. Yana bitta. Qochib ketdi, mayli. Nicho. Xo'sh, kelishga to'g'ri yetadimi? Yot, qochish kerak. Mortisni ham o'ldirib yuboramizlar oxiri. Cho'tki bays ko'rib turibsizlar, mana botirishlari. Hozir ultasini ham ko'rsataman. Qanaqa otilishlarini. Hozir qatga ulta qo'ysak bo'ladi. Ketdi, shunga tashlaymiz. Mana qaranglar, ultasi ancha sekinlashtirib beradi. Mekan bu. Ot. Ozgina joni qolgandi. Mayli. Oy, men bilan tim bo'ptimi? Hamma mana shu yoqqa qarang. Men bilan tim ham bo'lgan. Tim bo'lganlar hayotda yoqtirmayman men. Tim bo'lmangizlar. Voy, kirib ketdi. Tan chiqamiz degan savol. Qani o'ldi qo'yaman. Xo'sh, yo'q. Ta. Oy. Qashti o'ldi. Xo'sh. Yaxshi, top ikkini oldik. Phoenix brawlerni ko'rdinglar, juda ham cho'tki brawler, ayniqsa ultalari. Ultasini aytmasam bo'ladi, ultasi vashshi bomba. Endi esa top 8-o'rinda Cardelius Brawlerda ham shu kartada hozir o'ynab ko'rsataman. Cardelius Brawleri gadjeti bilasizlar, birinchi gadjetini otolmaydigan qilib qo'yadi. O'sha gadjet bilan shunday chiqib borsanglar, hech kim uncha-munchasi o'ldira olmaydi. Mana aytdi deysizlar. Mana bu yangi chiqqan bays bo'ylanman, Mortis ekan. Mortis ham bemalol yo'qib ketadi bu bays. Qotib qoldi bratimiz. Mayli, o'ldirib olamiz. Internet yaxshi kirish kerak o'yinga. Ketdik. Mana bankani ham olaylik.
Nom qaranglar, vash katta o'rmoqni qaranglar. 2200 dan 2240 otdi. Bu degani 4000 pashti 5000 otdi. Pashti 5000. 5000 otdi endi. 5000 degani bitta o'qilani 5000 otdi. 2 marta otsam 10000 jon ketadi. Ya'ni Mikoni 7000 joni bormi? 2 marta otsam o'ladi. Ketdi 5000 jon, ko'rasizlar. O'sha 7 ta bankada prime bo'lib ketar ekan, Cardillus. Ketdik shu atrofda. Oy. Kimdirlar bir-birini o'ldiryapti. 1, 2, 3. Voy, o'ldiraman. Ko'rasizlarmi? 8 tami 9 ta bankali bibi o'lib ketyapti dasha. Vashsha aytaman-ku, imba bays, imba. Voy, hamma o'tni qarab chiqishim kerak endi. Kit olganmiz, qochdilar. Mana qo'la berishni yoqtiraman. Qochishni yoqtirmayman, qo'la berishni yoqtiraman. Voy, qaranglar. O. Nima qila olmaydilar aka. Hozir o'lib to'ldiray akadan. O'lib qolmasinlar sirazi. Sirazi o'lib qolmasinlar. Hozir o'lib to'ldiramiz. Qochsalar qochsin. Mikoni ana ekan. Mikoni yemish ekan, u brat. Shuni qanaqa o'ldiramiz endi? Rasini ishlatadi hozir menimcha. Mikoloko. Ultasini ishlatgan payt olib kirib ketishni niyat qilgandim o'zi. Easy, prosta easy day jigarlar. Cardillus 8-o'ringa bemalol arziydi deb o'ylayman. Endi esa 7-o'ringa qaysi brawler bilasizmi? Bu masalada jigarlar bizda top 7-o'rinda Meeple brawleri hozir juda ham kuchli. Giper ultasi, o'zi gadjeti Polni atak ancha kuchli brawler deb o'ylayman. Hozir bu brawlerda o'ynab ko'rsataman. Qarab qo'yamiz. Bank olishimizga xalaqit berishlarini istamayman deydi. Xo'sh. Bankani olamiz. Bu tarafdan ketamiz, bu tarafga boramiz. Meeple brawler aytganimdek juda ham kuchli. Mana qaranglar, Janetni bemalol o'ldirib yuborishga kuchi yetarmikin? Yetmadi. 97 qoldi. Necha? Bang. Kim kelmay tursin oldimga. Pul bordi. Ana baribir Janet bizning haqqimizda. Tirs. Yaxshi, hozircha yaxshi ketyapti. Necha? Tirs. Pul ultasini to'ldirdi. Qochamiz. Voy, xato ishlatdim. Leonning klon ekan. Ultasini ko'rdinglar, giper bilan bulni o'ldirib yubordim. Bankasini chopib ketishgan bo'lsa ham zatto bulni o'ldirdim. Hozircha ikkita banka bilan ham prime'miz. Voy Leon. Voy deyman. Qochamiz. Xo'sh, alayam qochdim. Leonning kloni qachon yo'qolar ekan? Arang qochib ketdim. Arang o'ldim. Yaxshi, mana ko'rdinglar, giper ultasini sizlar. Iloji boricha ko'rsatib berishga harakat qildim. Endi esa bu top 7-brawlerimizda top 6-brawlerimiz ko'rsataman. Top 6-brawlerimiz bu Byron brawleri. Hozir Byron brawlerini o'zingizlar ham bilsangiz kerak, juda ham kuchli brawler. Giper ultasi bilan 10 ta turgan odamni ham bemalol yo'q qiladi. Meepledan ko'ra ancha kuchli. Endi Cardillus sologa yaxshi bo'lsa, bu ko'pincha Brawl Ball o'shanaqa rejimlarga yaxshi. Cardillus ham yaxshi, lekin Byron baribir ancha yaxshi deb o'yladim. Hozir men bu yerda Edgar bemalol o'ynab banka teradi, biz esa xalaqit bera olmaymiz. Edgar chunki slishkim blejning ustimizga bitta sakrasa pop bo'lamiz. Byron dalniy kartalarga yaxshi, bu kartaga uncha yaxshi emas, lekin bu karta ham ochiq eplasa bo'ladi. Things bor ekan. Ana Edgar endi bitta chopot o'zicha o'zini prime deb o'ylabdi. Hozir kit ustimizga kelsa ham nima qila olmay qolishimiz mumkin. Endi Byron zo'r brawler, aytaman, u Brawl Ball shunaqa kartalarga, lekin mana bunaqa solo krisalar uchun yaratilgan kartalarga umuman hech nima qilib bera olmaydi. 3 ta banka qattiq oldi. Hozirgina bankasi yo'q edi, adashmasam. Vashshi. Hatto ultasini to'ldirib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Tegmayapti. Kimdir bu tim bo'lmoqchi. Bitta tekkandan keyin qochadi.
O'ldirib yubordi, ketdi. Nechta banka? 4 ta banka bo'ldi. Yaxshi emas. Mana shu pastda Edgar bordi. O'tda ham kimdir bormi? Mana shu Edgar bordi. Ana bilaman, o'shga kirib ketdi boya. Xo'sh, Griff. Yaxshi. Xo'sh, ketdi Griffga Edgar akamiz ketdilar. O, ana Byron Prime. Giper ishlatishga ulgurmadim, to'g'ri. Giper slishgan bomba. Keyin o'zingizlar o'yinda ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Mana to'ppa olib ketdim, yo'q joydan ko'rasizlar. Даже 8 ta bankali Edgar ham ishlama qila olmadi. Endi bizda keyingi o'rinda qaysi bir rollarda bo'laysizlar? Bizda keyingi o'rinda Lumimida nima baysida bu bays? Mina baysi. Mina baysi hozir juda ham prime. Hozir ancha kuchsizlashgan bo'lsa kerak, lekin shu bir hafta, 2 haftacha oldin juda ham kuchli edi. Hozir ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. Hozir bizda nechinchi o'rin? Adashmasam 5-o'rin. Xo'sh, bemalol 5-o'ringa arziydi deb o'ylayman. Men bankani ham olamiz. Voy, ololmadi. Unchalik katta o'rin olmaydi, lekin ana 3-o'rin prosta imba. Xo'sh. Ketib qolmasin yana. Xo'sh, qochamiz. Men bu yoqdan grom hujum qotdi, bu yoqdan suy. Vashcha. Endi yaxshi bayiz deganda endi har tomonlama yaxshi. Men bu ultanglar bo'lsa, men bu Edgarlarni yopib ketsanglar bo'ladi. Lekin u uchun ulta bo'lishi kerak. Men esa ultam hozir deyarli yo'q. Hozir ultamni avval to'ldirib olishim kerak, keyin bir gap bo'lar. Yana qochamiz sekin. Voltga qarshi turish qiyin. Uncha qiyin emas, endi ultam ancha danlik. O'y, qanaqasi yetayapti, internetim qotibdimi? Volt 3 oldi, Volt endi prime yo'qadi o'zicha. Voltam juda prime bayish, voy. Voy, kit 8 ta bankali kitgaman, nima tashaman o'zi? Hozir keladi menga endi. Aytdim. Keladi dedimmi? Keladi. Endi qochish kerak, soloda ham ancha opitim bor, hazillashmanglar men bilan. Nimaga Sprout ofsiz desanglar, voy, ulta ishlatishga ulgurmadim. Ulta ishlatganimda aniq bo'lardi. Bo'lmasa 5-brawler mina o'zingizlar ko'rdinglar, normalniy bayish. Faqat ultasi bo'lsa Luboy bayisda yopadi deb o'ylayman, Luboy. Lekin 5-o'ringa arziydi, aniq arziydi. Bo'lmasa top 5-brawler bizda Surjay brawler, ikkinchi nomi Volt. Endi Volt brawlerda hozir o'ynashga harakat qilamiz. Volt brawleri men bu 4-chi darajasi bor, 4 marta ulta ishlasanglar. O'shanaqa 4-daraja bo'lsa, ishoninglar, Voltdan zo'ra bo'lmaydi, Voltdan immasi bo'lmaydi. Men bu yaqinda yaqinda gachdan bosardim. Yaqinda oldinglardan misolchi Edgar, Shelly, agar Shelly ultasi bo'lmasa, bemalol yopib ketadi. Agar Voltda ham Shelly ham ultasi bo'lsa, ishoninglar, Volt yopadi. Luboy blижний baysda yaqindan qo'qqalatadigan bays deb o'ylayman men o'zimcha endi. Sizlar qanaqa o'ylashinglarni bilmadim. Xo'sh, sakra, voy Mortis yopib ketib qoldi. Mortis. Atak chotki bays. Endi ultam ishlatdim. Men internetdan qotdi. Internet qotmaganda pop. Mortisni ham o'ldirib yubordik. Bo'lmasa top 3taliga keldik. Top 3talikda qaysi bayslar deb o'ylaysizlar? Men uchun top 3-o'rinda Mortis brawleri juda ham imba, solo imba emas. Endi Brawlda vashcha imba desa bo'ladi. Mortis brawlerda o'ynashni bilgan odam prosta bomba o'ynaydi. Mortisda agar telefoninglar unchalik qotmasa, Mortis brawleri juda ham imba brawler deb o'ylayman. To'g'ri, Shelly, Minaga o'xshash bayslarni o'ldira olmaydi bir xil payt. Agar bir o'zi turgan bo'lsa, unda ham sheriklari bo'lsa, ulta qilib o'ldirib ketadi. Mortis brawleri xullas juda ham imba. Mana hozir sizlarga solo showdanda o'ynab ko'rsataman. Xo'sh. Eng asosiysi internetingiz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bo'l bankani olamiz avtotaga qilib. Xo'sh, kim ekan bu? Menga umuman yaqinlashib bo'lmaydi. Lekin bunga yaqinlashib bo'lmaydi. Mortis imba deganim bilan bu bays ham unaqa yomon bays emas, lekin top ishtalimizdan o'rin ola olmagan bu bays. Ammo bu bays ham cho'kki bays, lekin Mortis yaqinlasha olmaydi bu baysga. Qochish kerak, Miko turibdi. Miko baysi ham zo'r, ammo menga umuman yoqmaydi. Bir xillarga yoqar balki, lekin menga umuman yoqmaydi bu bays. Chunki slishga asabga tegadi, o'ldirish vashcha qiyin.
deb o'ylayman men, yana sizlar fikringlarni bilmadim. O'ynashni bilgan odam bo'yini yopib ketadi, ammo menga umuman yoqmaydi mana shu Miko degan bays. Xo'sh, men bu yoqqa kira olamiz, Mikoga boramizmi? Bormaymiz, tinchgina. Ammo El Primo yuribdi. Voy, Gale'mida bu bays, mana shu Gale baysiga umuman yaqinlashib bo'lmaydi. Voy, kit o'ldirardi. Nicho. Solo showdan aytaman, Mortis umuman o'ynab bo'lmaydi. Hozir sizlarga o'sha nimada Mortisda 3.5 ga 5 Brawl bo'ldi. Normal o'ynagan videolarimni qo'yib beraman. Mana ko'rasizlar bo'ladi. Ko'rib bo'lgan bo'lsanglar, endi biz top 2-o'ringa yo'l olamiz. O'zingizlar ko'rdinglar qanaqa Mortisda o'ynashimni. Prosta solo showdanda unaqa Mortisda zo'r o'ynab bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak. Keyingi o'rinda bizda Stu Brawleri juda ham kuchli brawler, ayniqsa Brawl Ball'da. Stu Brawlerini Brawl Ball'da o'ynab ko'rsatamizmi? Davay, Brawl Ball'da o'ynab ko'rsatamiz. Hozir solo showdagi ham tushadi, ammo Brawl Ball'da juda ham zo'r. Gipri unchalik zo'r emas, ammo bo'ladi, Giprda ham chidasa. Hozir mana o'ynab ko'rsataman. Lekin prям imba bays bu bays ham. Hozircha imba bays, endi imba bo'lmasa ham men hozir sizlarga ko'rsatayotgan brawlerlarim albatta o'zimning fikrim. Undan ham zo'r bayslar bor bo'lsa bordir, ammo men o'zim yaxshi o'ynaydigan va ko'pchilik o'yna oladigan normal bayslarni ko'rsataman. O'zingizlar fikringlarni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Pastga tushamiz. Qochamiz, Kenji o'ldirib endi ustun o'ldirib qo'ydi. Kenji vashcha cho'tki ekan, degan gap bo'lmasin. Endi hammada har xil vaziyat bo'ladi. Misol uchun nima derdi, Chester Brawlerining Gipri vashcha cho'tki. Ammo Chester Brawlerda hamma o'yna olmaydi. Bungi videorolikimiz eng zo'r brawlerlar haqida. Ammo men normalni, men o'rtacha hamma o'yna oladigan brawlerlarni ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Stu brawlerda o'ynashni bilgan odam любой kartada bo'yni yutib ketadi. Misol uchun Mortis yaqinlasha olmaydi Stuga. Misol uchun ko'rsatmoqchiman. Mortis umuman yaqinlasha olmaydi, Edgar yaqinlasha olmaydi, Shelly yaqinlasha olmaydi. Mana ochiq karta bo'lsa Kenji yaqinlasha olmaydi. Ko'p mamnaqa baysa yaqinlasha olmaydi jonsizlar. Voltdan unchalik yaqinlasha olmaydi, internet ham qotdi. Xullas, ko'p bayslarni olib ketishga qodir. Stu Brawleri rangli bo'yda ham ancha kerak bo'ladi. Bounty kartasi ko'chamas. Brawl Ball kartalariga ancha kerak bo'ladi. Xo'sh, ketdik. Voy, pastga tepib bordim. Sherigimiz olib keladi, sherigimiz bor. Tirs. Aytaman-u, hozir men internetim qotayotganini hisobga olmasa, bu vashchi cho'tki bays. Top 2-o'ringa qo'yishga qaror qildim. Studa o'ynashni biladiganlar qancha, bilmaydiganlar qancha, ammo Stu bu deyarli ko'p kartalarga tushadigan imba bays deb o'ylayman. Deyarli videoni o'rtasida videoni buzganim uchun uzr, hozir videoni davom ettiramiz. Undan oldin sizlarga bir narsani reklama qilib o'tmoqchiman. Bu o'zimning Telegram kanalim. Mana Telegram kanalimizda ko'rsating deysizlar mana. Mana bu userni ko'rasizlarmi? t.me/Asadbek_base mana shu o'zimning original Telegram kanalim. Mana 444 ta obunachi. Mana shu hamma narsasi mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Profili, hamma narsasi. Joslar, mana shu men Telegram kanalim. Telegram kanalimga kirsanglar mana qaranglar. Arzon donat. Любой servisdan arzon deb o'ylayman bu donat servisimni. Mana donat servisimga ko'rsanglar bo'ladi gamelarning narxini yoki Brawl Pass skidka, Brawl Pass oddiy, Brawl Pass plus yoki Pro Pass narxini ko'rsanglar bo'ladi.
Men murojaat uchun deb qo'yganman. Yonidagi user instruction'da bossanglar, mana shu meni original profilimga olib kirib ketadi. Keyin esa sizlarga aytgan konkursim, mana o'sha konkurs. Bu konkurs 31-dekabr kuni stop bo'ladi. Mana konkursda birinchi o'ringa Brawl Pass Plus, ikkinchi o'ringa Telegram Premium, 30 game, Elite Stars, 25 ta Stars. Bemalol yutolsanglar bo'ladi. Yutolish uchun men bu berilgan 3 ta kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Men bu berib qo'yman, 1, 2, 3. Mana shu kanallarga obuna bo'lib, men bu yoqdagi qatnashish tugmasini bitta bosasizlar va kutib turasizlar. Kutib turganinglardan keyin qatnashdingiz yoki qatnashmadingiz degan yozuv chiqadi. O'shandan keyin konkurs qatnashuvchisiga aylanasizlar. Xo'sh, bo'lmasa jigarlar, mana Telegram kanalimni ko'rib oldinglar, bo'lmasa videorolik davom ettiramiz. Bo'lmasa jigarlar, top 1-o'rin brawlerimizga yetish vaqti ham keldi. Top 1-o'rindagi brawlerimiz bu Pem brawleri hozirda vashcha kuchli. Ayniqsa giper zaryadini aytasizlarmi? Vashcha imba bays bo'lib ketgan. Hozir bu baysni o'ynab ko'rsataman. Pem baysi bilan men bu Gamecraftda yoki sentralniy kartalarda, misol uchun Hest, Brawl bo'ldi. Sentrda ushlsanglar, ishoninglar, hech kim o'tolmaydi deb o'ylayman sentrdan. Bitta ultilar ham jami bo'lmasa giperlar tursa bo'ldi. Gol urishdi mana bizga. Xo'sh, mayli. Randomlar bilan o'ynayman, to'g'ri tushunasizlar. Xo'sh, ketdik. Voy. Giperim to'ldi. Pas berdik, urdi. Tetama tensay. Voy. Yo'q, tirs qo'yib qo'yamiz. Bitta joyga qo'ydimmi deyman-a? Xo'sh. Men bu gadjet nima qilishimni bilsanglar bilarsizlar. Nima qilardi o'zi? Chiqinglar. Yaxshi. Agar ulta qo'yimman. Hey, ko'rasizlar, dinamikam o'ldira olmaydi dashi. Bu baysda, voy, ko'pchilik bilmaysizlar. Ayniqsa hozirda bu bays eng zo'r kartalarga tushadigan bays deb hisoblansa kerak. Gamecraftga endi janunga tushmasa kerak. Nima derdi? Voy, qatdan urardi, yondan urardi. Qaysi edi nomi? Solo showdolarga tushmasa kerak. Mana Gamecraftda bir marta o'ynab ko'ringlar yana. Solo showdown, duo unaqa kartalarga unchalik tushmasligi mumkin. Ammo Gamecraft shunga o'xshash kartalarga ancha yaxshi tushadi. Mana Gamecraft kartasida ham bitta o'ynab ko'rsatamiz, lekin ularda Kit, Mortis, ikkita Mortis bor ekan. Va albatta yomon. Voy. Mortis qachib tashlaydi prosta. Voy, Kitam bor. Kit barligi sakraydi, bilgandim. Xo'sh, nashta bo'l sentrni egallaymiz. Men o'lmayman, baribir akang tanka. Tanka akang. Men tankaman. Jigarlar, aytolman-ku, bu bays o'lishi mumkin emas. Ayniqsa bunaqa Mortis shunga o'xshagan baysni o'ldira olmaydi bu baysda. Vashcha kuchli bays bu jigarlar, vashcha. Shunda turib olamiz bu. Hech kim yaqinlasha olmaydi. Qochib ham turish kerak. Oy. Yomon ataka qilishdi-yu. Davay. Qochib ket. O, ham o'ldi. Yomon ataka qilishdi lekin. Tank emas ekan. Lekin bo'ladi. Ishqib, ular hammasi giprulti yoqib kelishyapti endi. Bitta pemchaning gipri nima qilib bersa endi? Nima qilib berish kerak? Xatogarchi topib qo'yibman. Yutdik jigarlar, ko'rdinglar. Voy, yutmadik. Hali yutmadik. Endi yutdik, ko'rdinglar jigarlar. Pembaysa men bu Gamecraftda sentrda ushlasa, Pembaysidan zo'r bays umuman yo'q. Endi chiqamiz. Mana ko'rdinglar, top 1-o'ringa qaysi bays qo'yganimni.
Sizlar o'zingizlar fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar. Oldingi videoroliklarimizga ham like bosib, bu videoga обязательно like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Tezroq 1000 ta bo'lsa, tezroq kanal rivojlanadi. 1000 ta bo'lishimizga ham oz qoldi. Tezroq obuna bo'lib qo'ysanglar, tezroq bo'lardik. Bo'lmasa jigarlar, sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar.